Nima uchun nafaqat ayollar, balki erkaklar o'rtasidagi ham gender tengligi haqida gapirish muhim? Sababi agar biz faqatgina ayollarning huquqlari haqida faqat ayollarni o'zlarini o'qitadigan bo'lsak, jamiyatni biz yarmini mana shu qabul qilingan qarorlar va gender tengligi to'g'risida bilimlarni oshirgan bo'lamiz xolos. Bizni xalqimiz, urf-odatlarimizga ko'ra oilada oxirgi gaplarni, qarorlarni erkaklar qabul qiladi. Qachonki erkaklarni gender tengligiga nisbatan munosabatlari o'zgargandagina jamiyatda haqiqiy gender tengligi bo'ladi. Agar biz hozir ayollar gender tengligi deganda faqat bu ayollar huquqlari nazarda tutiladi deb o'ylaydi. Yo'q, agar jamiyatda gender tengligi ta'minlansa, bu erkaklarning ham ba'zi bir huquqlari ta'minlangan bo'ladi.